kalta yegan ona bolalarini uradi, lekin urmaydiganlari ham bor. Kalta yegan ayol bilmagan holatda bu og'rig'ini qarang. Og'riq shunaqa narsaki, kaltak travma deyishadi. Travma o'zi nima? Travma bola nimadan norozi bo'lgan bo'lsa, o'sha travma bizani og'riqlarimiz. Ya'ni bizni tasavvur qiling, mana kirdi, og'riq kirdi, nayzadek turibdi. Bu og'riqni biz bolalarimizga beramiz. Agar ilm oladigan bo'lsak, bu og'riqni bermaslik uchun nima qilamiz? Ilmni qo'shamizda biz buni bermaymiz bolalarga. Kimdir o'sha og'riqdan mana bunaqa deydi, men hech qachon bolalarimni urmayman deydi, himoyaga o'tadi. Mana shu og'riqni bermaslik uchun himoya. Buning uchun ayolda juda ham katta kuch ketib qolgani uchun раздраженный baqiroq bo'lib qoladi. Urmaydi, lekin baqiradi. Bor. Kalta yeb turib, kaltaklanmaydigan onalar bor. Lekin ularga kuch talab qilinadi. Lekin depressiv bola kalta yegan bo'lsa, u 100% bolasini uradi.